Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. Ebu Zer Gifari. Osman zemin Ebu Zer'dan samimiy odamni ko'rib boqmadi. Muhammad alayhissalom. Tashqi jihatdan Makka bilan tutishib turadigan va donajilg'isida G'ifar qabilasi yashaydi. G'ifarilar Qurayshlarning tijorati bilan mengayotgan karvonlarning Shamga berib kelishda bergan ozg'ina narsalar bilan turmushini qamdaydi. Agar karvonlar rozi qilgudek narsa bermasa, ular karvonlarning yo'lini to'saydi. Ebu Zer taxallusluq Jundub ibn Junada bu qabila farzandlaridan biri edi. U aqlning o'tkirligi, yiroqni ko'rarligi bilan boshqalardan alohida farqlanib turadi. U qavmining Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan butlariga bakmo ichisi qiladi. Uning ideyasi, ko'z qarashi arablarning buzuq e'tiqodi va hamoqatligiga qarshi edi. U kishilarning aql va dillarini uyg'otib, ularni qorong'ulikdan yo'riqlikqa chiqaradigan payg'ambarning oshkorlanishini to'rt ko'z bilan kutadi. Abu Zer o'z yesidagi vaqtda Makkada oshkora bo'lgan payg'ambarning xabarlarini angladi va inisi Anasga "Sen Makkaga berib, o'zini payg'ambar va osmondan menga vahiy keldi" degan bu odamning xabarlarini egallagan va uningdan anglaganlaringni menga yetkazgan deb avatdi. Anas Makkaga kelib Payg'ambar alayhissalom bilan uchrashdi. Uning so'zlarini anglab qaytib keldi. Abu Zer uni tashnolik bilan qarshilab, yangi payg'ambarning ahvollarini ishtiyoq bilan so'radi. Inisi: "Alloh bilan qasamki, go'zal axloqqa chaqiradigan bir odamni ko'rdim. Uning so'zlari she'rga o'xshamaydigan, nihoyat bir xil jalb qilarlik ekan", dedi. Kishilar u to'g'risida nima deydi ekan deb so'radi Abu Zer. Inisi: "Kishilar uni sohir, shoir, kohin deydi ekan", dedi. Abu Zer: "Alloh bilan qasamki, mening tashnoligimni qanoatlantirolmading. Men berib, uning ishlarini o'zim ko'rib kelguncha, oilamdagilarning holidan xabar olib qo'yarsan", dedi. Inisi: "Bo'ladi, lekin sen makkaliklardan ehtiyot qilgan", dedi. Abu Zer safar tayyorligini puxta qilib, payg'ambar bilan ko'rishish, o'zi bevosita ahvol egallash uchun elchislar yo'lga chiqdi. Abu Zer Makkaga keldi. U bu yerdagilardan yomonlik yetib qilishidan ansirab, hushyor turdi. Qurayshlarning o'z ilohlari uchun musulmonlarga g'azablanishi va o'zining Muhammadga agashganligini aytgan barliq kishilarni azoblanganlik to'g'risidagi gaplarni anglagan edi. Shunglashqa u Muhammad to'g'riliq biror kishidan so'ramadi. Chunki so'ralg'uchi uning do'stimi yoki dushmanimi, u buni bilmaydi. Kech kirganda u masjidga berib yotdi. U yerdan Ali ibn Abu Talib o'tib, bu kishining bu yerlik emasligini bildi-da, uningga "Ey odam, bizning qishimizga kel", dedi. Abu Zer uning bilan mangdi va uning uyida qo'nib qoldi. Atsi u o'zi xalchisini va tulumini ilib, bir-biridan gap so'rashmayla masjidga qaytdi. U ikkinchi kunimi payg'ambar alayhissalomni tunumay o'tkazdi. Kechda masjidga berib o'z o'rnida yotdi. Ali uning qishidan o'tib, "Qonalg'uga qaytadigan vaqt bo'ldimi?" dedi. Abu Zer uning bilan ikkinchi kechani o'tkazdi. Uchinchi kechasi bo'lganda Ali: "Menga Makkaga kelish sababingni aytib bermamsan?" deb so'radi. Abu Zer: "Men talab qilgan ishga yordam bersang va shunda qildiganligingga va'da bersang deb beray", dedi. Ali va'da berdi. Abu Zer: "Men yiroq joydan yangi payg'ambar bilan ko'rishib, uning so'zlarini anglab beqish uchun keldim", dedi. Alining chiroyi ochilib: "Alloh bilan qasamki, albatta u haq payg'ambar", dedi va tong yo'rig'anda men bilan mang. Agar sendan ansirgidek bir ahvol bo'lsa, tarat qilgan bo'lib turib olaman. Agar mangsam, men kirgan uygacha menga agishib mang'an", dedi. Abu Zer payg'ambar alayhissalomni ko'rishga tashna bo'lib,
Bütün kecha o'rinda yotolmadi. Atigini ular mangdi. U hech narsaga qaramay Alining kaynidan agashdi. Ular oxiri Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kirdi. Abu Zar: "Assalomu alaykum, ey Allohning payg'ambari", deb salom qildi. "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh", deb javob qaytardi Payg'ambar alayhissalom. Abu Zar Payg'ambar alayhissalomga tunji qitim islomiy salom qilguvchi bo'ldi. Shuningdan keyin shundoq salomlashish musulmonlar orasida umumlashdi. Payg'ambar alayhissalom Abu Zarning qishig'iga kelib, uni islomga da'vat qilib, Qur'on tilovat qilib berdi. Uzoq o'tmay, u haq so'zni e'lon qilib, yangi dinga kirdi. U islom keltirganlarning 4-si yoki 5-si bo'ldi. Bu kechmishni Abu Zar shunday anlatdi. Shuningdan keyin Payg'ambar alayhissalom bilan birga Makka da turdim. U menga islomni o'rgatdi, Qur'on o'qitdi. Ondan menga islom keltirganingni Makkada hech kimga dema. Ularning seni o'ltirishdan ansirayman, dedi. Ey Allohning payg'ambari, men Qurayshliklar orasida haq so'zni oshkor qilmoqcha Makkadan ketmayman, dedim. Payg'ambar alayhissalom jim turdi. Men Qurayshliklar orasiga berib, yuqori ovozim bilan: "Ey Qurayshlar guruhi, bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beraman", dedim. Ular so'zimni anglashi bilan cho'chib, o'rinlaridan turishdi va "Bu dindan chiqishni tutinglar", deyishib, kelib urushga boshladi. Payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abbos ibn Abdul Mutallib meni ko'rib, ulardan qo'g'dash uchun meni quchoqlab oldi va ularga: "Bu halok bo'lg'uchilar, sizlar karvonlaringlarning o'tish yo'lidagi G'ifar qabilasining odamini o'ltiramsizlar", dedi. Shuningdan keyin ular meni qo'yibdi. Men o'shimga kelib, Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga bordim. U mening holimni ko'rib: "Seni islom keltirganligingni oshkor qilishingdan ogohlantirmaganmidim?" dedi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, mening bir hojatim bor edi. Uni ado qildim." Payg'ambar alayhissalom: "Sen qavmingga bor. Ularni ko'rgan anglaganlaringdan xabarlandir. Ularni Alloh tarafiga chaqirgan. Balki Alloh ularga sen orqali manfaat berishi, buning uchun sana ajr berishi mumkin. Agar sana mening oshkor bo'lganligim anglansa, mening qishimga kel", dedi. Men qavmimning qishiga bordim. Qarinishim Anas yo'liqib: "Nima ishlarni qilding?" deb so'radi. Men islom keltirib, Alloh va payg'ambarga ishondim, dedim. Alloh uning qalbini islom uchun ichibdi. U: "Sening diningdan yuz o'rmayman. Menmi iymon etib musulmon bo'ldim", dedi. Biz onamizning qishiga keldik va uni islomga da'vat qildik. U: "Men dininglardan yuz o'rmayman", deb islom keltirdi. Shu kundan boshlab bu oila kishilari butkul vujudi bilan G'ifar qabilasini islomga chaqirishga kirishdi. Nurg'un kishilar islomga kirdi. Ular orasida namozlar o'qildi. U qabiladagi ba'zi kishilar hatto Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelguncha kutib, ondan iymon etimiz deyishdida, Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan hamonlar iymon etishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh G'ifar qabilasini mag'firat qilsin. Ular islomga kirdi. Alloh ularni salomat qilsin", dedi. Toki Badr, Uhud, Xandak g'azotlari bo'lib o'tguncha Abu Zar o'z qabilasi bilan birga yashab, shuningdan keyin Madinaga kelib, o'zini Payg'ambar alayhissalom bilan yashashga atidi. U Payg'ambar alayhissalomdan uning uchun xizmat qilishga ruxsat berishni so'raganda, Payg'ambar alayhissalom uningga qo'shildi. Shuningdan e'tiboran u Payg'ambar alayhissalomga xizmat qilishdek ne'matga erishib, baxtli bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uni doim boshqalardan bakrak e'tiborladi. Uningga qachon uchirsa, xushtabassum bilan qo'l ilishib ko'rsatdi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Madina Munavvar xo'jayindan ayrilib, uning suhbatlaridan mahrum qoldi. Abu Zar Madinada Payg'ambar alayhissalomsiz yashashga taqat qila olmay, Shamga ko'chib ketib, u yerda toki Abu Bakr radhiyallohu anhu ning xalifalik zamonida turdi. Osman radhiyallohu anhu ning xalifalik zamonida u Damashqqa keldi
va bu yerdagi musulmonlarning turmushi nihoyatda bayashat bo'lib ketgan bo'lib, ularning rohat farog'atga nihoyatda bek berilib ketganligini ko'rdi. Osmon uni Madinaga qaytib kelishga taklif qildi. U Madinaga kelib, bu yerdami kishilarning mol dunyoga erisman bo'lib ketganligini ko'rdi. Bu ahvoldan uning yuragi nihoyatda bek beorom bo'ldi. Osmon uni Madinaning yiroq bir chetidagi Rabza deb atiladigan kichik bir kentga ketib, shu yerda yashashga ruxsat qildi. U bu yerga kelib, dunyoning zibu-zinatlaridan yiroq bo'lgan holda Payg'ambar alayhisalom va uning ikki xalifasining yo'lini tutib yashadi. Bir kuni uning uyiga biri mehmon bo'lib kelib, uning hech qanday bisoti bo'lmagan uyiga sapsilib qarab chiqqandan keyin uningga "Ey Abu Zar, sening turmush lozimatliklaring qayerda?" deb so'radi. Abu Zar: "Bizning lozimatliklarimiz o yerdagi uyda, ya'ni oxiratdagi uyda. Biz foydalanadigan narsalarning yaxshisini biz shu yerga avatamiz", deb javob berdi. U kishi: "Lekin bu dunyoda yashashinglar uchunmi sizlarga bir narsalar kerak-ku?" deb so'radi. Abu Zar: "Uy egisi Alloh bizni tashlab etmaydi", deb javob berdi. Sham podshohi xarajat qilsin deb 300 dirham avatganda, Abu Zar: "Sham podshohi mendimi battar ojizroq biror kishini topolmaganmidi?" deb u pulni qaytardi. Hijriyaning 32-yili Payg'ambar alayhisalom osmon zamin Abu Zardan samimiyroq birarni ko'rib boqmadi deb ta'riflagan Abu Zar radhiyallohu anhu Allohning ajal elchisiga javoban bu dunyodan o'tdi. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Osmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari